Shoshilinch xabar. Dam olish kunlari ob-havo qanday bo'ladi? Assalomu alaykum azizlar, kun xabar kanaliga xush kelibsiz. Agarda kanalimizda yangi bo'lib turgan bo'lsangiz, videoroligimiz ostiga bir dona like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 12-15 dekabr kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 14-dekabrda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esa harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, faqat 14-dekabrda 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. Kunduzi 12-14 dekabrda 38 gradus iliq, 15-dekabrda 0,5 gradus iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 12-dekabrda yomg'ir yog'adi, 13 va 15-dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. 14-dekabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esa harorat kechasi 12-dekabrda 2-7 gradus iliq, 13-15 0,5 gradus iliq, kunduzi 12-13 dekabrda 10-15 daraja iliq bo'ladi. 14-15 dekabrda 5-10 daraja iliqqacha pasayadi. Navoiy viloyatining shimolida kechasi 0,5 daraja sovuq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 12-dekabrda kechga tomoni ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 13-dekabrda kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 14-dekabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 15-dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esa Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Faqat 14-dekabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esa harorat kechasi 12-dekabrda 4-9 gradus iliq, 13-15 2-7 gradus iliq, kunduzi 12-dekabrda 14-19 daraja iliq, 13-dekabrda 11-16 daraja iliq, 14-15 10-15 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 12-dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. 13-dekabrda kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 14-dekabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 15-dekabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esa Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor 12 va 14 dekabrda ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esa harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 1-6 daraja iliq bo'ladi. Sizga kelmoqchi bo'lgan ob-havo ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.